Bugun $500 logotipni sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Logotipimiz drakondan iborat yoki o'zbek tilida aytganda ikki boshli ilondan iborat. Doimgidek ishni biz sketch ko'rinishdan boshlab oldik va mijozimizni rozi qilish uchun sketchni 4 xil ko'rinishda taqdim etdik. Birinchi shaklda yotgan holatida, ikkinchi shaklda esa harakatlanayotgan holatida va uchinchi shaklini esa hujum qilmoqchi bo'lgan holatida chizib ko'rdik. Va yana yangi g'oyalar kelib mana shu drakonni ikki boshli qilib ko'rishga qaror qildik. Va logotipni barcha kam ko'stlarini to'g'irlab, unga yanada ishlov berdik. Mijozimizga 4-shakldagi logotip ma'qul keldi va unga yanada go'zalga go'zal, ko'rkiga ko'r qo'shdik. Va ko'rib turganingizdek, logotipimiz tayyor bo'ldi. Endi qiladigan ishimiz mijozga taqdim etib qolish. Mijozimizning logotiplari va brendbuklari tayyor va ular bizga $500 ni taqdim etdilar. Sizga ham logotip, naming, brendbook kerakmi? U holda biz bilan bog'laning. Sizga bonuslar bilan qilib beramiz. Sizlar bilan dizayner Javohir bo'ldi.